O'zbekistonda 2 xona ko'chma uy yangiligi. Buni zo'r tomoni sinusga tushmaydigandan bo'ladi, liboy joyga ko'chirib ketsalar ham bo'laveradi. Eng qizig'i yozda issiqdan, qish sovuqdan saqlaydigandan bo'ladi. Taglarida poli, gilomi undan tashqari mana bunday holatda, ya'ni dekor plastiki utuplit bo'lgandan bo'ladi. Minivata, stiklovata hamma yo'q qilingandan bo'ladi. Eshiklari alyumin, romlari plastik romdan bo'lgan bo'ladi. Bu xonamiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Razmeri 280 ga 230, balandligi ham 230 bo'ladi. Общий razmeriga keladigan bo'lsak, 6 ga 245, summasi $1900 bo'ladi. Yo menga splash kerak etsani, ichini razmeri 580 ga 230 bo'ladi. Buning narxi $1800 bo'ladi. Undan tashqari akalarimizda tayyor ko'chma do'konlari bo'ladi. Buning zo'r tomoni, ya'ni notarius patorius shart bo'lmaydigandan bo'ladi. Agar sinusga tushib qolsalar, liboy joyga do'konni ko'chirib ketsalar ham bo'ladi. Shu turishi ko'chma do'konimizning narxi $2200, razmeriga keladigan bo'lsa 580 ga 230 bo'ladi. Polni romlari bilan birga bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi. Dastlabki mutlaqo bepul zakaz berish akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Biz turgan joyimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida turibdi.